Bu Paradox, mukammal Minecraft zindoni. Bizning Minecraft serverimizning spawnidan minglab blok uzoqda joylashgan Paradox faqatgina birgina maqsadda qurilgan: o'lgan o'yinchilarni umrbod tutqunlikda saqlash. Va uning dizayni deyarli mukammal edi. Bu lava ustida turgan yagona obsidian platforma. Bu joydan qochish mantiqan ilojsiz. Hammasini yomonlashtiradigan joyi esa bu men hardkordaligim. Boshida men bu yerda yolg'izman deb o'yladim, ammo keyinroq bir o'yinchiga ko'zim tushdi. Bu Infurol, serverdagi eng kuchli o'yinchilardan biri va aynan mana shu qamoqxonaning qo'riqchisi. Bu yerga qanday qilib kelib qolganimni tushunib olish uchun ozgina o'tmishga qaytamiz. Men Sharipovning vazifasini bajarib, unga Elytra bilan Dragon Egg'ni olib kelib berdim, ammo u meni shunchaki Void Trap'da o'ldirib yubordi. Va shundan keyin men bu qamoqxonada tirildim. Ammo keyin bu sodir bo'ldi. Ammo mening baxtimga bu yerda yana bir yangi qamoqxona bor edi. Nahotki endi shu yerda qolib ketsam. Garchi bu yangi qamoqxona qochish uchun yanada qiyin ko'rinmasa, men kun kelib bu yerdan chiqib ketishga va'da berdim. Flix, nimani o'ylayotgan bo'lsang ham, bu imkonsiz. Baribir meni bu yerda umrbod saqlab tura olmaysan, to'g'rimi? Men buni xohlamayman, lekin shunga majburman. O'yinchilarni bu yoqda ushlab turishdan nima foyda o'zi? Buni hech birini men hal qilmayman. Men oddiy qo'riqchiman xolos. Endi esa ketishing kerak. No, Mr. Pearl. Okay. Unutma, men seni har doim kuzatayotgan bo'laman. Mayli bro. Gaplashamiz. Umidsiz qolganimdan keyin shunchaki daraxt sindirib, sekin-asta kuchayishga harakat qildim. Ammo to'satdan hamma narsa kutilmagan tomonga burilib ketdi. Yo, chill. Xudo, sal qoldi, bor o'lishimga. Oh. This guy was stacked. Okay, temir aslahalar bor. Endi g'orda ekanman o'zi. Endi ozgina g'orda aylanib ko'raman. Balkim foydali nimadir topilar. Okay, lava ham jang payti kerak bo'lib qoladi. Endi olmos topishim kerak.
Past o'qich. Oh, okey. Oh, olmos. Yaxshi. Olmoslarni olamiz. 3, 4, 5. Okey. Xo'sh. Oh, lapis. Yaxshi. Lapis ham kerak albatta qilgan. Bu tomonga stripman qilaymi? Oh. Yo. Omadimni. It's OP. Man shaftlada normalniy loot bo'ladi. Uni ustiga bu yoqda kavvab bor-da, kavvab. Okey. Xo'sh. Menimcha bu yoqdan qochib ketish shunchalik qiyin bo'lmasa kerak. Chunki bu joy juda katta, birinchidan. Ikkinchidan, bemalol obsidian platformalarning ustidan oshib o'tsa bo'ladi. Okey. Va nihoyat yana tashqarida men bu yoqda pechkam qolib ketgan meni. Pechkamni olishim kerak. Okey. Xo'sh, endi shunchaki karta atrofini aylanib chiqishim kerak menimcha. Va ko'proq ovqat yeyishim kerak. Chunki ovqat muammo qolish. Oh, what the bazam? Yo, Hulk? Hulk, bro, what the? Oh my. Okay, whatever. Hello? What the? Yo! Bittagina sabab bergin. Hozir seni o'ldirib. Bittagina sabab bergin seni o'ldirmasligimga. Bittagina. Bro, chill. We can work together, bro. What the bro, come on. Sekin. Qochmoqchimisan? Yo'q, o'lib qolaman hozir. What the fuck am I doing? Bu yoqqa. Oh my god. Hey, bro, sekin. No. Bitta jon. Nima demoqchisan? Eshitma. O'ldirmayman deb o'ylayapsanmi? Yo'q. O'ldirmayman deb o'ylaysanmi? Yo'q. Sani deb men mana shu yerdaman, ey. Nima qilishim kerak? Qo'y, men sani deb shu yerdaman. Nima qilishim kerak? Uzr, men nima qilishim kerak? Bro can't even escape from his orbit, bro. Okay. Shunday aytsanki, men bu yerdan chiqishim uchun Aha. mana shu qarab nechidir oylab turgan joyimdan chiqishim uchun Aha. seni yordaming kerak. Yes. Shunaqa. Nimaga senga ishonishim kerak? Chunki men shu yerda turishimning sababisan-ku. Boshqa iloji ham yo'q. Baribir o'zing qochib keta olmaysan. Da, to'g'ri, boshqa ilojim ham yo'q. Shunaqa. Nima planing bor? Qani chiqib ketmoqchisan bu yerdan? Plan bormi? Cho'tki plan bor, ishon menga. Okey. Qara. Nima? Agar chiqib ketayotgan Xo'sh. paytimiz bu yerda Mhm. nimadir bo'lsa, agar o'ladigan bo'lsa, o'zim o'zimni topib o'ldiraman. Okay. Minecraftda emas. Hayotda. What the fuck? Hawk. What, bitch? Miningga borish kerak. Miningga borishimiz kerak? Yes. Balki borishing kerakdir. Menga ham Bro, nima demoqchisan? Borishing kerak. Jamoamiz-ku, birga boramiz. Ketdik. Oh, do not use this shit, bro. Jamoamiz. Bunaqa gaplashyapman. Okay, bro, like jamoalar birga Yordam berish kerak bo'lgan vaqtinchalik. You're lagging, bro. You're lagging. Oh my god. Okay, miningni? Yes, mining. Miningni? Ha, mining. Oh, what? Okay.
Shu tomonda bitta g'or bor edi adashmasam. G'or bor? Mana shuga tushib ketdim. Normal ichi zo'r. Bak. Bitta g'or bor. Why server is lagging, bro? Aha, g'or bormi? Da g'or bor. Anaqa ham bo'ladi. Mine shit. Oh, my god. Okay, water drop. Oh my god, that shit was cool. Ya qanaqa qiladi? Shu ustiga sakradi. Okay, adashmasam mana shu yoqda edi. Mana shu teshik bo'lish kerak. O, mana. Hawk. Okay. Anthony. Kelaman mana. Sakra. What? Whoa. Okay, tirik qoldi. So, короче, mana bu yoqda mineshaft bor. Men oldin Ha, uch kelganmiding bu yoqda? dada oldin kelganman. What? Uch kelganmidingiz bu yoqda? Ha, kelganman oldin. Короче, kerakli narsalarni olib, olmos, temir, oltin olib surish kerak bu yoqdan tezroq. Kavva ham olish kerak, kavva ham kerak bo'ladi. Aha. Intake. This shit is fucked up. Yo, oltin, haq, oltinlarni ham ol, esdan chiqmasin. Oltin olma? Yo'q. Oltin, bro. Ah, oltin. Yeah. Okay, lapis kerak bo'ladi lapisdan. Oh, olmos, yaxshi. Oh, you going up? Cobweb kerakmi senga? Cobwebs, yes, bro. Cobweb. Tak, mana. Uni o'chitaman, nechta u? Ol. Hey, ol. Oh my god. Okay, goodbye. You bitch. O'tdi. Kettuqay chiqamiz. Rostdan chiqish kerak. Zerikdi odam bordi. Bam. Damn. Bro. Bitch! Okay. Ancient table buna. Enchant table topish kerak. Enchant table'ga enchant qila olamiz. You know? Oh my god. No, bro, everyone knows. Ikkita yo'l bor. Qanaqa? Bittasi yerni kablab obsidian. No. Okay, ikkinchi yo'li bor. Aha. Xo'sh. Ikkinchi yo'li. Okay, what was that shit? Oh, this way. Mana bu yoqda. Nima bor? Ikkinchi yo'li, короче, qanaqa edi? Anaqaga borishimiz kerak. Civilizationga borishimiz kerak. What the fuck, bro? Nimaga buncha xursandsan? Civilization bormikan? Da, bor ekan. Hayron qoldim. Civilization bilan qamoqxonada. Wow. Okay. Shumi? Civilization? Okay. Holy moly. Mana kellu. Sivilizatsiyaning ismi oppoq sivilizatsiya. Oppoq sivilizatsiya. Okay. Oppoq sivilizatsiya. Nima bu yoqda? Holy horror farming, guys. Yes. Okay, tell them, bro. Like. So, sizlarda ancient table bor ekan.
Yes, 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 yes. Vodka nota, yes. Okey, şimdi ishlatishmoqchi edik. Şimdi ishlatsak What the bo'ladimi? fuck? What the fuck, bro? Bro said yes. Bro said yes. Bro, nimaga ular qurib tashlab chiqyapti? Musor qilib. What the fuck? Xullas, cho'msi, bro. Sani birga bir duelga chaqiraman. Pastga tushasan, jang qilamiz. Agar men yutsam, table manga. Agar sen yutsang, bilmadim, nimadir bo'ladi xullas. Okay. Oh my god. Biz yetarlicha kuchayib borishimiz uchun bizga enchant table kerak edi. Buning uchun esa ularning lideri bo'lgan cho'msani yo'q qilish kerak. Va men buni o'z o'yinimga oldim. Chunki xalq urushga qo'rqdi. Okay. Boshlayman, boshlaysizlar. Aha. 1 2 Oh, go 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 go. Oh yeah. What the? Oh. Holy. No. Oh my god, go go. Oh my god. Yeah, you're the Oh my You're god. not Oh the my god. god. Oh my You're god. not the god, bro. Yeah, I know. Holy shit. What the fuck? Oh my god. No. Out, bro. Drop the lava, bro. Drop the lava. Okay, rahat. Oh my god. Yes, sir. Come here. Oh my god, I'm getting cooked, bro. Why is this guy so good at this? Like, oh my god. Hello? Yo, bunaqa bo'lish kerak emasdi. Okay. Okay. Oh. Okay. Oh my god. I'm so low. No, not again, bro. Like, come on. Okay, finally. Like, dude. Finally! Oh my god, bro! Congrats, Oh my god, bro. Second row. Fucking ridiculous. No way, bro. Oh my you god. locked in. Qoil. You're the sexy, bro. You're sexy, bro. Okay. Endi... Rahmat. Evga xush kelding. Endi bu yo'lga quramiz. Nimaga? Bilmadim. Okay, olib ketamiz buni yo shu yoqda qilamiz? No, we can enchant in sheep. No, rostdan ham to'g'ri. Okay. Okay, enchanted qildik. Shunday qilib biz aslahalarni enchant qilib bo'ldik. Endi-chi? Bro, like, qara. Hozir butun bir qamoqxonani bitta infuzi boshqaradi, to'g'rimi? Butun bir qamoqxonani bitta infuzi boshqaradi, to'g'rimi? Agar biz hozir bitta tomonga o'tib olib, shunda blok qo'yib tepaga chiqib olsak, bizani sezadi. Faqat biling. Menimcha sezmasa kerak. Yo'q. Yordam beradi deb o'ylaysan. At least we should give it a try though. No, yordam bersa kerak, bilamiz. Bro's genius.
Buning uchun vaqti kerak. Nerede? Tepe. Blok Şuna gerek. sen uğrat. Amanda esa blok yo'q. No, bro. Taxta. Taxtalash problema. It will take so long, bro. Ne endi qochish narsa qilish kerak. Sizlar chiqqandan keyin nima qilmoqchisiz? Bilmadim. Menimcha Sharif bilan qasos olsam kerak. Oh my god, bro, joke. Sharif. Nima qiluvchiga? O'zi yo'l qanaqaga qo'ygan bilasan? Yo'q. Qiziqmayman. Okey, qiziqmaysan. Короче, Dragonaga bilan Elitrani Aha. olib berishim kerak edi. Короче, olib kelib berdim. Undan keyin mani просто void'da to'ldirib yubordi. Biz keyin shu yoqda spam bo'lib Oh qoldim. my god. Bilmaganman o'zimni hujjat borligini. Sharifim sizni loq qilib, trap bo'ldi. Da, shunaqa. No, loq qilibman-ku. I mean, you're stupid. You're trusting him, bro. Nima qilishim kerak edi? Просто Unga ishonganingiz uchun loqsiz deyman. nima qilishim kerak edi boshqa? U menga bounty beraman dedi. Rozi qilaman dedi. Ha. Sizda Aha. Sanda Aha. serverdagi yagona elitra bor edi va sen uni Sharifga berding. Nimaga? Chunki u senga bounty beraman dedi. Shumi? Sabab? Da shunaqa. Xuddi shunaqa. Yeah, you stupid, bro. Okay. Like whatever. Kettu tepaga chiqib ko'raylik. Bro, your keyboard is loud as fuck, bro. Agar tepada kimdir bo'lsa, qo'yib yetman. Ну, да, menimcha katta xonadon tepada hech kim bilmaydi, bro. Like, what the fuck? Nima bo'ldi? Flicks on my. What? Hey, Okay, bro. Really? Серьезно? The most unemployed motherfucker alive. Like, nimaga tepada u? Ma'qatdan bilaman. Bro, qanaqa 24 soatga qarab o'tiradi. 24 soat 7 ga qarab o'tiradi. Shu. Like, bro, that doesn't have anything to do in your life, bro. Like, what the fuck? Maga shunaqa o'ylayman. Okay, like, manda DJ bor. Aha. Hozir bizni aktyon dedik. Va info dedi. Agar hozir biz bu tomonga borsak, yana tepaga chiqsak, info yana shu tomonda bo'lish ehtimoliga necha foiz? Ya'ni qarama-qarshi tomonga borsak. Da, bilasanmi? Nimaga? Chunki bu bolada ish yo'q, hayotda boshqa ma'nosi yo'q. Faqat bilan qarab Sidex? turadi odamlarga. What the? Okay, Sidex, qara, короче, hozir biz tepaga chiqib, tepa bloklar bilan tepaga chiqib, qochib ketmoqchimiz bu yoqdan. Biza bilamizmi? Tomondaman, sizlarga yordam beraman. Oh my god. We got another changi. Oh, shut up. We got another changi. Okay, mana bu bloklarni olib qo'y, kerak o'qiladi. Xo'sh, bola ketdi. Tak. Okay. Lock in. Index, Sidex. Okay, let's build up. Oh my god. Debate. What the fuck? Oh my god. What the fuck? Oh my god. Yo. What was that? Bro. Bro, what? Bitch. Yo, I don't know, bitch. Sidex.
Bro, this nigga. This nigga amazing, this nigga. Cydex öldü mü? Yeah, bro is cooked. Awesome. Bro is cooked. Yok. Cydex öldü mü? Fleta! Oh, what the fuck? Oh my god. Oh my god. All on you now. I'm not saying this is all this, bro. I don't give a fuck about this shit. I will not skip this shit, bro. Bro. To'xta. Menda ideya bor, Yeah, ideyalar yo. bor hali. İdeyam bor hali, ideyam bor. To'xta. Ha, to'xta. Oxir oqibat hech qaysi yo'l o'xshamaganidan keyin va do'stlarimdan birini yo'qotganim sababli men yetarlicha resurs yig'ib Infuroga qarshi jang qilishga otlandim. Uni yengib bu yerdan qochaman. Ammo oldimda Hawk yo'qligi sababli bu mushkul bo'lardi. Va men bunga tayyor edim. Info. Mazam bu o'yinlaringdan charchadim. Bugun hammasi tugaydi.
men o'zimga resurs yig'ishga ketganimda Hawk trap yasadi. Hawkning aytishi bo'yicha wind charge orqali bu redstone konstruksiyasini ishga tushirib, gravelni pastga tushirib yuborish kerak. Va natijada info tuzoqqa tushadi. Ammo bitta muammo bor edi. Bu tuzoqni qanday aktivatsiya qilish kerak? Va shuning uchun ham Hawk men bilan emas, men bir o'zim infoga qarshi jang qildim. Va Hawk esa shunchaki daraxt ustida meni kutib turgandi. Va qarabsizki, info o'sha gravel ustidan o'tayotganda trap aktivatsiya bo'ladi va u yerga qulaydi. Bu uni totemini portlatdi va bizga qochib ketish uchun yetarlicha vaqt berdi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, boshqa qismlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.